Assalomu alaykum, sevimli izlar. Qanavalaringlar yaxshimi? Obdan turyotamsizlar. Bugun biz Qum bosgan shahar romanining davomini o'qiymiz. 28 bob. Olvasti. Cho'l yigit bugun ishkini haydab cho'l ichiga qarab mangdi. Uning orqasida yiroqlab kelayotgan uch tup to'g'roq bag'ansir kichiklab, oxiri qum dovlari keynida ko'rinmay qoldi. Kecha chiqqan qattiq bo'rondan cho'l osmoni yana ko'pkik echilib ketgan edi. Cho'lga ishkirlab kirgan siri egiz qum barxanlari, jangollashib ketgan qadimiy to'g'roqlar ko'p uchraydi. Cho'l yigit eshik ustida cho'l manzaralariga qarab ketib, choyxonada qo'ngan yo'lovchilarning cho'l yo'llarida uchraydigan jin shoyatulloh haqidagi hikoyalarini esiga oladi. Bu ajoyib g'aroyib rivoyatlarning yigitning cho'lga bo'lgan muhabbatini texmo oshiratdi. Көз алдыда чексіз ташылып ятқан құмлықла, оның тәсәввүрді техімі hayvat, техімі sirliq tus aladi. Оның үшін aləmnin özü muşu qumluq edi. Bəzida onunğa iş bilan yiroqdagi shaharga berib kelishga to'g'ri keladi. Shunda chaqda odamlar bilan to'lgan shovqinliq shahar uni hayratda qoldiradi. Odamlarning rangdor jalolanib yotgan cheksiz tabiat qo'ynini, ochiqchiligini, kangri jahonni tashlab, sepillar bilan qurchalgan qistonchilikqa bekinib-olishini tushunmaydi. Shundaq bo'lsa-mu, shahar ko'chalarida chuvuldishib, bir-biriga so'qilib aldirash ketayotgan odamlar, juvonlarning uylarni qolgan panjaralardan g'ilpol ko'rinib qoladigan tabassumliq chiroylari, bog'larning yanidagi jigdilardan yelim yig'ayotgan ushoq o'rimi chashli qizlar uzoqqacha cho'l yigitning esida saqlanib qoladi. Shahar degan yana boshqacha bir dunyo bo'lsa kerak, deb o'ylaydi cho'l yigit. Odamlar gapini qildigan beg'amlar shahar qanday shahar bo'g'iydi? Bu ajoyib shaharning o'rni qayerdadir? Uni vayron qilgan kimlardir? Nimishqa odamlar jin shaytonga aylanib ketadi? Shaytonlar yana odam qiyofatiga kirib olaydi. Qum zodi nima? O'sha arzimas kichikina qumdonchilar qanday qilib hayvat shaharlarni yutib keta oladi? Cho'l yigit eshikini to'g'roqliq orasidagi bir ochiqchilikda to'xtatdi. Atrofda bir-biriga giralishib o'sgan to'g'roqlar, qurib yiqilgan to'g'roq shoxlari to'lib yotadi. Bu odatdagi o'tinchilarning qadim oz yetadigan bir jangal edi. Cho'l yigit to'g'rig'isini ilib eshakning beshiga kiydirib qo'ydi. Shundaq bo'lganda eshakni bog'lashning zaruriyati bo'lmaydi. Eshak xaltadagi yemini yeb bir joyda turaveradi. Cho'l yigit beliga qistirug'liq paltisini sug'urib olib, o'tin keslashga boshladi. Onun qo'lidagi palta qisqa sapliq, bislari chaqnab turadigan, abjil o'tinchilar paltisidan edi. Belakdek to'g'roq shoxlarini bir urishdila kesib tushiradi. Birdamdila eshakning atrofiga qurgan to'g'roq shoxlari yulg'un yiltizlar dövlanib ketdi. Cho'l yigit eshakning beshidagi yem xaltasini elib etib, og'amchilarni yechdi. O'tinlarni eshakka otib mahkam bog'ladi. Endi u naqshisini etib, o'z xiyollarini surib uyga qaytsila bo'ladi. O qum ustida turgan yem xaltasini elish uchun engishdi-da, nimishqidir badani shurkangandek bo'ldi. Beshini ko'tarib bangmoqqanicha turibli qoldi. Uning oldidagi to'g'roqliqqa yondashib turgan egiz qum do'ngi ustida ajoyib bir maxluq to'p-to'g'ri o'tirgan tuvalliga qarab turadi. Do'ngda turgan bu narsa ayol kishida qoladi. Uning cho'lg'an chochlarini cho'l shamoli har tarafga uchirmoqda edi. U butunlay yalang'och holatda bo'lib, yonga so'zilgan uzun soyasi bilan qo'shilib, kishiga nihoyat surli ko'rinadi. "Olvasti!" deb varqiradi cho'l yigit. O'tin ortilgan eshak bo'lsa, do'ngda paydo bo'lgan g'alati narsadan urkib, allaburun quloqlarini dinqilib olgan. Cho'l yigit qattiq baqirishi bilan u quyruqini xoda qilib, xuddi buyruq olgan lashkardek uy tarafga qarab, jinining baricha chepib ketdi. Cho'l yigit uning orqasidan yugurdi. Qattiq silkinganlikdan eshakning og'amchilari bo'shib, o'tinlar yo'l bo'yi chechilib boradi. Bu uzun quloq aramzada ustidagi yuklarning hammasini tashlab birdamda yep-yenik bo'lib qoldi-da, texim ichdik yugurib ketdi. Cho'l yigit har qancha tirishibmi ishga yetishib ololmadi. Qum do'ngi ustidan serilib tushgan olvasti yigitning orqasidan qolmay qo'g'lab kelmoqda edi. Cho'l yigit uning palta deb varqirgan ovozini angladi. Bu aniq odam ovoziga o'xshaydi. Cho'l yigitning putlari tosh osgandek eg'irlashib to'xtab qoldi. U orqasidan qarab, olvastining o'zidan necha 10 qadam nerida to'xtaganligini ko'rdi. Yigitning oldida go'zal bir qiz, yo'q, onadan tug'ma holatdagi yalang'och bir olvasti turadi. U faqat badanining uyatliq yerini qo'li bilan to'sib olgan edi.
U palta, palta deb vaqirib, yigitning beledagi paltini sharat qiladi. Paltini bermigicha u qaytib ketmaydigandek ko'rinadi. Cho'l yigit beledagi paltini sug'urib oldida kuch bilan yiroqqa otdi. Palta quyosh nurida vallada bir chaqnab berib, yiroqdagi qum ustiga tikkilib yetib qoldi. Alvasti paltini elish uchun burilishi bilan cho'l yigit yana qochdi. Cho'l yigit boydan o'rgangan oyatlarning hammani o'qib, atrofiga hurgunicha yuguraydi. Uningga alvasti hozirla orqasidan qo'g'lab yetib, uni o'zining paltisida par qilib o'tadiganidek bilinadi. Cho'l yigit choyxonasiga yaqinlashganda yo'l ustiga chiqib qarab turgan boyni yiroqdan ko'rdida, yuragi o'rniga tushdi. Og'ziga burilib qaradi. Keynida jin ko'rinmaydi. "Nim bo'ldi?" dedi boy hayron bo'lib. Eshak og'amchilarini so'rab ustida bir talma o'tin yo'q chepib kelgunicha ig'iliq kirib ketdi. Oqisidan kirsam qartaga cho'mib ketibdi. Mana oqisidan sen yugurib kelyapsan. "Alvasti", dedi yigit hasirg'inicha boyning oldiga kelib to'xtab. "Nima alvasti?" "Cho'lda jilg'idan o'tgan yerdagi to'qroqliqdan o'tin elib edim. O'tinlarni amdili eshakka bog'lab mangay deb tursam, o'tilimdagi qomdong ustida qop-qora bir narsa ko'rindi. Eshak qo'rqindan quyruqini xada qilib hamma nimani tashlab qochdi. Orqadan men yugurdim." "Nima ekan u?" "Dedim-ku, alvasti." "Alvasti? Ko'p kunduzlar. Balkim sening ko'zing shundoq ko'ringandir." "Yo'q buva, men uni aniq ko'rdim. Cho'q chochlari mursidan eshib tushib turdi. Ko'zlaridan o't yonidi. Qip-yalang'och. Naq alvastining o'zi. U meni orqamdan xili yagich qo'g'lab keldi. Quloq solsam palta, palta deb vaqirayotibdi. Belimdagi paltani unga tashlab berdim, shuning bilan qutulib qoldim." "U paltani nima qiladi ekan?" "Bilmadim buva." Boy o'ylanib qoldi-da. "Cho'l mo'jizalarga boy bo'ladi", dedi cho'l yigitni tinchlantirib. "Bu cho'lning bulang puchqoqlarida turli mashg'ulotlar bilan tirikchilik qiladigan odamlar bor. Ehtimol sana shunda xayri odamlarning birasi uchrab qolgandir. Qiziq ish. Uningga sening paltang nimaga lozim bo'lib qolibdi ekan? Qo'rqma. Cho'l odamlari bizga chaqilmaydi." Cho'l o'g'li yig'ilg'i kirdi. Eshak endi boyqa qo'rqinish ishlarning hammasini unutib, yumshoq o'tqa tegish qilgan edi. Cho'l o'g'li bo'lsa, ko'nglidagi andishini uzoqqacha bosolmadi. U qandaqdir bir kutilmagan voqeaning qayta yuz berib qolishidan ansirgandek, pat-pat yo'l ustiga chiqib, jangal tarafga qarab qo'yatdi. Shu kuni choyxonada bir ovchi qo'nib qoldi. Mehmon bilan Osmon bo'y bugun bo'lgan voqea ustida uzoq paranglashdi. "Men qayerdim?" dedi bo'y. "Cho'l ichiga kirib boqmaganimga xeyli yillar bo'lib qopti. Anglasam, yaqindan biri u yerda bir alvasti paydo bo'lib qopti-dek. Mana bugun uni bizning cho'l yigit o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Alvasti cho'l yigitni qo'g'lab palta, palta deb vaqirab, uning paltasini so'rab ap qopti." "Ajab ish-a", deb hayron bo'ldi ovchi. "Yaqindan biri cho'lda mushundaq bir narsaning paydo bo'lib qolganligidan mening xabarim bor. Bir kuni u qo'g'lish yiroqlab ketib qoptiman. Bir chog'da qilin bir to'g'roqliq yendan chiqib qoldim. To'g'roqliqning ichida yangili yenib o'chgan bir gulxonning izini bayqadim. Nerada yana bir kapi turibdi. Bu yerda kim turdigandi? O'tinchimi yoki molchimi? O'tinchi bo'lsa uning uloqlari qani, molchi bo'lsa bu atrofda uning o'tlab yurgan mollari bo'lish kerakdi-ku", deb hayron bo'ldim. Bir besib, ikki besib kapiga yaqinlashdim. Kap ishkiga emdil qadam qo'yishimga chang qilib tekkan bir tastak bilan oqimga uchib ketdim. Yenimdan odammi, olvastimi ish qilib bir nima shamoldek uchib o'tib ketgandek bo'ldi. Jangaldan qaytib chiqib shu atrofdagi molchilardan surishti qilsam, bu yerda mushundaq bir alvastning paydo bo'lib qolgani xeyli yil bo'pti-dek. U go'zal bir qiz siyoqida yuramish. Yugursa har qanday uchqur chiyiklardan o'tib ketadi ekan. O qilgan go'shtlarni gulxon yaqib pishirib yeb, ishib qolganlarni molchilarning eshkiga isib qo'yib ketadi ekan. Bu gapcha u alvasti emas odam, deb hukm qildi bo'y. Cho'l ichida cho'l kishilari deb atalgan ayrim bir qavm bor. Ular sening bilan menga o'xshashli odam. Ularning nima sababdan cho'lda tamtirab yuradiganini Xudoning o'zi biladi. Cho'l yigit cho'lda uchrashgan alvastini zodil xiyolidan neri qilolmadi. Cho'lda o'tinga berishdan qo'rqib qoldi. Noma'lum bir dakki-dukkichilik uni tashvishga soladi. Kechalari yiliqi alvasti chochlari chuvuq, noytim bet-bashir holatda. Ba'zida bo'lsa chochlari yelpinib turgan go'zal bir qizning surtida ko'z oldiga keladi. Ehtimol u yiliq cho'chaklardagi har xil qiyofatga kirib olaydigan, odamlarni to'risga esib qo'yib, topinni teshib qinini sho'raydigan yalmavuz alvastining o'zidir. Yoki u bir pok parizatdir.
Mush yerda bir narsani degim kelyotidi. Bizniki Xotandagi daryo bo'yi yezisi. Bu shu 90-yillarda bayqalgan. Uningdan burun bu yeza aşçı qumliqning o'ttirsida tashqi dunyodan ayrilgan bir holatda mavjud bo'lib turgan. Tashqi dunyoning ulardan xabari yo'q. Shu 90-yillarda umumyuzlik aşağıda insonlar yetib berib, shundoq dodi shodilar qurilib manda bir bo'lgan. Uningdan burun ular shundoq yashaganchu. Bu daryo bo'yisidagi tafsilotlarni o'qimoqchi bo'lsanglar, Tarimning yuragidagi o't deydigan bir kitob bor. Shu kitobni bu menda roman emas, haqiqiy bo'lgan ishlarni xotirlab yozgan bir adabiy axborot tipidagi kitob. Shu kitobni o'qib chiqsanglar bak yaxshi. Bizniki vatan haqiqatan ajoyib sirliq rivoyatlarga, tarixga, madaniyatga, boyliqqa boy bir zamin. Bugun choyxonada bir necha yo'lovchi choy ichib o'tib ketdi. Kechda choyxonada qo'nib qoldigan xaridorlarmi bo'lmadi. Bu oyning bir qancha kundan beri saqliqi yo'q edi. U choyxona ichida buklik ustiga o'rin silib yetib qoldi. Tinchiq yoz kechasi edi. Cho'l yigit o'g'ziga o'rin soldi-da, nefis chekman chaponni ustiga tashlab yotdi. Ufuqning yiroq bir siziqidan asta-asta oy ko'tarilmoqda edi. Tövəndə bu oyning pat-pat yo'talgan ovozi anglanib qoladi. Cho'l yigit har kundagidek uzoqqa uxlayolmadi. Sog'ut cho'l tinish nafas ilib, yeyilib yotadi. Qayerlardadir yiroq bir cho'l bu yo'lidan kech qolgan karvonning qo'ldo'mlarining ovozi keladi. Cho'l yigit qaysi vaqt uxlab qolganligini sezmay qoldi. Bir chaqda uning u yenik shipirlagan ovozini cho'chib uyg'onib ko'zini ochdi. Oy allaburun tiklishib ketgan bo'lib, atrofni sutdek yo'ritib turadi. U beshida paydo bo'lgan sirliq bir ko'langini bayqadida qo'rqqandan tugilib qoldi. Badani sovuq targa cho'mdi. Baqirashga holi yetmaydi. Ehtimol menga qo'rqinish shundoq ko'rinmasa kerak deb g'ayrat qilib ikkinchi qatim ko'zini ochib beshini ko'tardi. Dal uning oldida chuvuq chachlarini orqaga tashlagan go'zal bir qiz yop-yalang'och turadi. U hatto uyatliq yerlarini yeyib olmagan edi. Ay nuri uning chiroyli mo'ralari, chachlari ustidan aniq siziqcha hosil qilgan edi. "Qo'rqma", deb pichirlaydi qiz. "Sen nimishqa o'tinga bormiding? Men senga nurg'un o'tinlarni yig'ib qo'ydim." Qiz shundoq dedi-da, yiroqlab ko'zdan g'oyib bo'ldi. Cho'l yigit atisimi, o'ginimi yana jangalga berishga jur'at qilolmadi. 3-kuni tun yarmida qiz yana uning beshida paydo bo'ldi. "Sen kimsan?" deb cho'chib uyg'ondi cho'l yigit. "Sen odammi, jinmi? Nimishqa mening orqamga kirib aromimni qo'ymaysan?" "Men odamman. Seni yaxshi ko'rib qoldim. Ishonmamsan? Mana qara, seni suyib qo'ydim." Qiz engishib cho'l yigitning mag'ziga so'ydi. Bu suyish yigitni tinchlantirdi. Cho'l yigit bir nima demoqchi edi, tili gapga qanmay qoldi. Bu qitim qizning simosi uning ko'z oldida nihoyat ro'shan namoyon bo'lgan edi. Bu go'zal badan, tikkida qomat, oyda qiyilib tushgan qoshlar, o'rtada kuygan murlarda to'kilib turgan sog'ut chashlar yigitning xotirasiga mahkam o'rnashib qoldi. "Nimishqa o'rningdan turmaysan? Nimishqa menga ergishib mangmaysan?" deydi qiz. "Nega?" deb g'ayrat qilib so'radi cho'l yigit. "Qara, cho'lning kechilik manzarasi nima degan go'zal. Mundaq oydin kechida kishining ko'ziga uyqu kelamdi." "Men uxlayveraman." Sen uxlayversan. Sening qalbingda texi bir parcham o't yolqinchig'ini yo'q. Bo'pti, men ketdim. Paltang menga yoldan bo'p qolsin. Uni ekitaman." "Nimishqa? Nimishqa demsan? So'zlab kelsan bu bek uzun bir hikoya. Sen beg'amlar shahri to'g'risida anglaganmi?" Anglagan. U shundoq bir sirliq shaharimish. Sen shu shaharning odammisan?" "Yo'q. Uzun yillarning oldida onam rahmatlik safar ustida bir kishi bilan tanishib qolgan ekan. Ular uzun yo'llarni birga besib, ayrilib ketibdi. Keyin men mushu qumliqlarda tug'ildim. Shu cho'lliklarda yugurib yurib cho'ng bo'ldim. Onam yiliqi o'ziga yo'lda safardosh bo'lgan odamning mening otam ekanligini, u kishining beg'amlar shahar degan bir yurtning odami ekanligini aytadi. Onamni men yana shu qumliqlarga ko'mdim. İnson o'zining kimligini, takdi yildizni bilish kerak-da. Endi beg'amlar shaharni izlab ketyapman. Mangdim sanga yo'liqdim. Qiz bolaga eng xavfli yolg'izlik. Men botir bir yigitning o'zimga hamroh bo'lishini xohlaydim. Sen bek qo'rqinchoq ekansan. Paltang bo'lsin, menga hamroh bo'lsin."
Şundaq dedi-də, qız yana g'oyib bo'ldi. Nemişqadır çöl yigit özünü bu ögzüde naytım yalğız və g'erib his qilib qoldi. Sekirib o'rnidan turib, yiroqlarga qaradi. Sarg'ayib yotgan qumliqlar, yiroqdagi jangallar edi. Qizning qarsimi ko'rinmaydi. Çöl yigit ətis ətigəndə eshigini haydab jangalga qarab mangdi. Nemişqadır uning əmdi qo'rqinch ko'tarilib ketgan edi. U hayajonlanatdi. Çöldə ayiliq qizni yana bir qitim uchratib qishni istaydi. Çöl yigit qizni birinchi qitim uchratgan qilin to'g'raqliq yendik ochiqchilikqa yetib berib hayron qoldi. Kimdo biri bu yerga noyt nurg'un o'tinlarni keslab dövlüvetgan edi. Bu o'tinlarni 2-3 kun, necha 10 kun to'shibmi tugatkili bo'lmaydi. U o'tinlarni un chiqmay to'shidi. Har qitim o'tinga kelganda yiliq qiz ko'ringan qum do'nga chiqib yiroqlarga qaraydi. U yoqdimi yana ko'z yetkisiz qumliq, yana shundoq do'nglar, to'g'raqliqlar ko'zga tashlanib turadi. Necha kundan beri saqsizlikdan alang-salang bo'lib yurgan buvay çöl yigitning choyxonaning orqasiga dövlüvetgan o'tinlarni ko'rib hayron bo'ldi. "Sen bu o'tinlarni nerden ekyapsan?" deb so'radi buvay. "Jangaldın. Sen paltangni alvasliq cho'rib berayotgan emasmiding? Bularni nimada keslab kelyapsan?" "U alvat emas, go'zal bir qiz", dedi çöl yigit. "U biz uchun nurg'un o'tinlarni keslab qo'yibdi buva. U mening paltamni yaldamliqqa so'rab ketdi." "Na ketdi?" "Bilmayman." Buvay cho'p-cho'ngli yigit bo'lib qolgan bu o'g'liga qarab turib qoldi. Yaqindan beri u çöl yigitda paydo bo'lgan o'zgarishlarni bayqab yuradi. Dastlabda u çöldan qo'rqib qochib chiqqan, endi çölga talpinadigan bo'lib qolgan edi. "Balkim", dedi buvay. "O'g'lim, sana biror farishtaning nazari tushgandu. Yaxshi ko'rib qolgan bo'lsang izda. Meningdan g'am yema. Xudoga shukr. Hozircha o'z ishlarimga o'zim ulgurib turibdiman. Xili kunlarga yetgudak o'tinlarni akilib dövlüvetding. Eshakka minda shaharmi shahar, sahrolarni bir aralab kel. Shundaq bir baxtingni izlaydigan yaxshi qo'ramanga yetib qolding. Balki shaharning qaysi bir ko'chalarida yoki dehqon kapilarining birida sening peshonangga yozilgan qiz taqdirning o'zini sen bilan uchrashtirishini kutib turadigandu." Lekin çöl yigit buvayni yolg'iz tashlab ketolmaydi. Bir kuni buvay qattiq og'rib yetib qoldi. "Mening hayotimning nemishqa mushu cho'lga bog'lanib qolganligini bilamsan, o'g'lim?" deb so'radi buvay. Holidan xabar elib o'ltirgan çöl yigitdan. "Yo'q, bilmadim", dedi yigit. "Bola vaqtimda", deb hikoya qildi buvay. "Men shahardagi bir boyning qo'lida ishlaydim. Boyning suyini to'shiydim. O'yla aramlarini supuratdim. Haftada 1-2 qatim jangalga kirib o'tin ochqatdim. Bir kuni xiyol bilan eshakni haydab cho'lga qanchalik ishkirlab ketganimni uqmabdiman. Bir to'g'raqliq kelib to'xtadim. Qurib yiqilgan bir to'g'raq ko'tkini ko'lab chiqarmoqchi bo'lib uzoq qapalashdim. Bir chog'da to'g'raqning kovkida paqirab turgan bir narsalar ko'zim ko'ringandek bo'ldi. Hayron bo'lib qo'limni silivdim, olqinimga sap-seriq bir tillar chiqdi. To'g'raq kovkida bundaq tillarlar yana to'lib turadi. Olqinimda tillarlarni joyiga tashlab, ko'lgan yerimni asla ko'mib qo'ydim. Qaytib berib, ko'rganlarimni boyga aytib, u gapimga bir ishinib, bir ishonmay, atulaqlarini elib, meni oldiga silib cho'lga chiqdi. Lekin men boyga ayliq to'g'raq ko'tkini ko'lgan yerimni zot ko'rsatib berolmadim. Kecha shamol chiqib, qum besib ketdimi, qandoq bo'ldi? Shuncha izlabmi topolmadik. Boy meni oldidan deb jili bo'lib, meni urib qo'g'livatdi. Boyga yolg'on aytmaganligim o'zimga ayon edi. Shuningdan keyin cho'lni agib ketolmay qoldim. O'tinchilik kasbim bo'lib qoldi. Heliqqa oltin ko'milgan joylarni uzun yil izladim, lekin topolmadim. Shuning bilan mushu cho'lda o'ylanib, mushu cho'lda turmush kechirib, butun umrim cho'lda o'tdi. Shundoq o'g'lim. Bu timtos cho'l to'limi sirliq. Cho'lda har qanday mo'jizalarning yuz berdiganligiga hech kim ishonmasa, mana men ishinaman. Heliq paltangni aketgan qiz Parizatmi, odammi, balkim o'zingga ma'lumdir. Bo'pti, sir saqlashni bil. Cho'l un chiqmas odamlarni yaxshi ko'radi. Sir saqlashni bilmagan yigitni qizmi qo'yniga olmaydi. Bu buvayning çöl yigit qilgan oxirgi so'zlari bo'lib qoldi. Atsi bu mehribon buvay olamdan o'tdi. Bugun mushu yergacha o'qiymiz, davomini davomliq o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.